Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 16 may. Biz hozir Namangandamiz. Namangan aeroporti oldidagi Fayzli xonadonlari biriga andijonlik oshxona mebel ustalari chiroyli qilib obunachimizning xonadonlariga mana shunaqa sifatli, chiroyli oshxona mebel yasab berishibdi. Hozir sizlarga mana shu oshxona mebel bizni obunachimizga nech pulga tushdi, ustalarimiz nimalar ishlatishdi, razmerlari, ishlatilgan materiallari haqida videoda ma'lumot olamiz. Diqqat bilan kuzatinglar. Sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ustamizni ekranga nomerlarini chiqarib qo'yaman. Bog'lar orasida butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Bo'lmasam boshladik. Videoni diqqat bilan kuzatinglar. Albatta bizni hamda ustalar mehnatlari uchun niyat qildik deb fikringlar yozib, bittadan like bosib qo'yinglar. Bo'lmasam obzorni boshladik. Ustamizjon, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zinglar ham charchamaysiz. Allohga shukr. Obunachimiz menga ham telefon qiluvdilar. Sizlarga zakaz berishdan oldin. Shunaqa siz ustani ishlarni ko'rsatgan ekansiz, ishlar chiroyli chiqibdi. Men ham shu ustaga o'zimga uyimga oshxona mebel qildirsam bo'ladimi? Nima tavsiya berasiz deyshuvdi. Men ham tavsiya berdim shaxsan o'zim. Sizga ham bir tavsiya berdim deb turib aytdi. Shundan keyinlar kelib o'chkab chiroyli qilib aytgandek qilib olib kelib ustanovka qilib berdik men. Yaxshi, mana bu navbatdagi ishlar ham juda ham chiroyli chiqdi. Xo'p, sir bo'lmasa necha kunda tayyorlab mana shu xonadonga olib kelib o'rnatib berdinglar? Bu ishimizni 8 kunda olib kelib o'rnatib berdik. Necha shoshilishlar dedi. 8 kunda tayyorlab olib kelib ustanovka qilib berdik mana. Yaxshi, o'zi o'rtacha necha kunda tayyorlab berasizlar? 5, 6, 7 paganometrli joylari. Xudo xolasa 10 kun. 10 kun, ha? Uzog'i 2 hafta. 2 kun nimasi bilan 10 kun, 2 haftaga, rosa cho'zilib qolsa 2 haftaga olamiz. Olib kelib o'rnatib berasizlar. Iloji boricha aytilgan kundan 1 kun yarim kun oldinroq olib kelib o'rnatishga harakat qilyapmiz. Xo'p bo'ladi. Juda yaxshi. Usta bitta telefon nomerini jonli aytib qo'yaylik. 97lik 973 Xo'p. 227. Yaxshi, Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Hurmatli obunachilar, usta Umidjon akamizni, do'stimizni ekranga nomerlar chiqdi. Xizmatlar bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha mana shunaqa oshxona mebellar yasab berishadi, xizmat ko'rsatishadi. Bog'lar orasida aka o'z kanalida ko'rdik deb. Xo'p, usta, hozir bu birinchi boshlanishi soddaroq qilib, necha razmerda ishlandi, shuni aytib ketaylik. Buni bo'yiga keladigan bo'lsa 260 bo'ldi. Bu tarafi 2,5. Xo'p. Bu tarafi 3,5 bo'ldi. Общий metri 6 metr joyga bo'ldi. Buning o'zi turetskiy akrilda qildik. Aka. Rossiyskiy laminat bo'ldi korpuslari. Bu kelgandan keyin mana qilib chekalarni profilli oyna qilib juda chiroyli chiqibdi. Talablarga binoan qilib berdik. Shunday zakaz qiluvdi. Juda chiroyli chiqdi. Mana do'stlar, profilli oynalik, bemalol suvenir, gullar, har xil idish-tovoqlari opa-singillarim qo'yib foydalansa bo'laveradi. Xo'p, demak, akrillar o'sha eng yaxshisidan ishlanganmi? Yaxshi turetskiy akrillar. Turetskiy akril. Zo'r. Seriyami hozir tepasidagi rangi? Ot seriyaga kombinatsiya bo'lgan. Oq kombinatsiya qilingan, qaranglar, juda ham chiroyli akril material. Stolitsnitsamiz necha razmerda bo'ldi? 308 lik eng qalin stolitsnitsadan qilganmiz. Rossiya bu ham xudo xolasa. Rossiyska. Va orqalarchi? Orqalari ham granit bo'lgan. Granit yopishtirib. Bu ham o'zimizdan bo'ldi. Ha, sizlardan bo'ldi? Ha. Zo'r. Juda ham yaxshi. Bu yerda qanaqa joy ekan? Bitta ko'rib qo'yaylik. Bu yerni idish-tovog'im ko'p. Shunday qilib ham polka qilib bering deb aytgandi. Shunday polka qilib. Xohlasa buni olib turib, kengaytirsa ham bo'ladi. Xohlasa yechiladi. Olinadi polkalari. Xohlasa qo'yiladi. Kattaroq narsa qo'yaman desa, polkasini chiqarib qo'ysa ham bo'laveradi. Chuqurligi necha bo'lgan usta? Chuqurligi 50 bo'lgan. 50 zo'r bo'pti mana. Juda keng. Juda ham keng mana do'stlar. Tepalari ham chiroyli qilib, ha? Usta foydalanadigan qilib beribsizlar. Ruchkali variantda qilib. Ruchkali variantda bemalol ochib foydalana oladi. Davchiga zo'r. Xo'p, bu ishimizni bir paganometri 3,2 ming so'mdan bo'ldi. Xo'p. 3,2 ming ichida bonus qilib, mana profilli aynaga bonus oldi bizdan oldi. Xo'p. Vitishga bizdan. Bu yerda bunday bossa mana. Qo'shiq paddoni. Moyka smesitillari, shu shulkalari. Mana do'stlar, bittadan ko'rsataylik ichini. Usta. Xo'p, mana. Buni ham mana tepasidan ham foydalanadigan qilib, moykani usta sushilkasi nima qilib berganmiz. Juda yaxshi. Shular bonus bo'lib, bu yoqqa mikrovolnovka uchun joy qilibsizlar. Mikrovolnovkani ikkita dedi. Bir mashaga joylab bering dedi. Mikrovolnovkalarni chiroyli qilib joylab berdik bu yerga. Pastga duxovkasini joylab berdik gaz tagiga. Mana ham ugulga chiroyli qilib nima qo'yibsizlar, ha? Ugul joyiga ishlarni polkali qilib, mana qaranglar. Chuqur qilib foydalanadigan qilib
qilib berganmiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, usta endi bitta bilmaganlar uchun eslatma qilib ketaylik. Ma'lumot o'rnida akril bo'lganda faqat fasad qismi bo'ladi. Akrilga fasad qismi akrilga kiradi. MDF bo'lsa, fasad qismi MDF bo'ladi. Hammasini korpusi laminatdan bo'ladi. Bu ishlarimizniki-da. Lekin korpusini MDFdan qilib beringlar desa, Xo'p, ularni ham kelishilgan holatda yasab berilaveradi. tushunarli. Narxi o'zgaradi. Narxigacha qo'shiladi. Xo'p, bo'ladi. Demak, hurmatli obunachilar, mana shu ko'rib turgan oshxona mebelimiz turецкий akril materialdan ishlatilgan, korpuslari rossiyskiy laminat, granitlar yopishtirilgan, stolishnisasi ham eng qalinidan qo'yilgan, 308 deyilyapti. Rossiyskiysidan. Xo'p, 3,5 dedingiz-a bu yog'ini? 3,5 ga 2,5 razmer. Obshi 6 metr pagonometr bo'lyapti. 6 metr. 6 pagonometrga yuryapti. Do'stlar, balandligi 260 razmerda xonadon egasiga, ya'ni bizni Ako'zi obunachilariga 3,200,000 so'mdan 1 pagonometrga to'xtabdi. Shunda 6 pagonometrga ko'paytirib o'zingizlar bemalol hisobini chiqarib ola olasizlar. O'zi usta siz eng budjetli varianti imkoniyatlarga qarab necha puldan necha pulgacha pagonometrga yasab berasiz? Pagonometrini 1,600,000 so'mdan boshlab 4,5 milliongacha yasaveramiz. Hop. Bu yoqqa o'tib olasiz usta. Katta kichik. Katta kichik materialida, mexanizmlarda farqi bo'ladi. Shunga qarab kelishilgan holatda bo'y basti rol o'ynaydi. Kimgadir 220 kerak bo'ladi, kimgadir 260, kimnikidir dapatolog 283 metr bo'ladi. Shular kelishilgan holatda xudo xolasa yasab beraveramiz. Yaxshi, hozir 3,200,000 so'mdan mana shu materialda bo'lsa 260 gacha balandligiga qilib berasizlar, undan oshsa narx qo'shiladi. 200,000 so'mdan mana shu 260 bo'yi qilib beramiz. Undan iyog'iga qo'shilib qoladi. Undan bu yog'i qo'shilib qoladi. Qo'shilib boraveradi. Tushunarli. Keyin usta, biz obunachilarga oldin ham videoda bonuslar qilgan edik. Yana bitta eslatib ketaylik. Nima-nimalar bonus qilib berasiz va qancha joy bo'lsa. Xo'p. O'zi aslida bonusga moyka smisitr, shulka, qo'shiq pardon, dastlab ustanobkalar, hajmi 5 metrdan katta bo'lgan joydagi nimalarimizga vitiskasini ham bonus qilib qo'shib beramiz. Hozir xonadon egalariga qo'shib bergansiz, xudo xolasa. Bu 6 metr joyga bo'ldi. Buni o'tgan safar aytilgandek, vitiskalari bonus qilib qo'shib berildi. Yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, tushungan bo'lsanglar, pagonometri 5 pagonometr va undan oshsa sizlarga yana qo'shimchasiga gazni ustiga vitiska ham bepul ustalarimiz o'zlari olib kelib o'rnatib berishadi. Yoningizdan xarid qilmaysiz. Lekin gaz panel, boshqa duxovkalar xonadon egasidan bo'ladi. Xonadon egasidan bo'ladi. Bularni agar aber desa, ularni ham olaveramiz. Olgan narsamizni olib kelib tekinib beramiz. Pulini bersa, bulardan foyda boshqa nima kerak emas. O'zimizni mebelimiz, mehnatimiz foydasi yetadi bizga. Yana bir gap aka, bu bizning ishimizga keladigan bo'lsak, mana bu chekalari turibdi-yu. Ular 100% rezinli kromka, stanoyda bosiladi. Korpuslarigacha, hatto mana g'aladonlarini mana ichlari ham stanoyda bosiladi aka. Bu dazmol ishlatmaymiz. PVH kromka deydi buni. PVH kromka. Zo'r. Bu rolilari ham vakuum. Osha-moshalari ham hammasi 100% vakuumdan qo'yilgan. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa arzon narsa ishlatmaymiz, sifatli narsa ishlatib, chiroyli qilib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanib chiqarasizlar. Xudo xolasa xizmatinglardamiz. Bizni obunachilarga asosiysi o'sha chiroyli sifatli ishlar qilib berasizlar degan umiddamiz. Aka aytilgan narsalar hammasini qilib beriladi. Dastlabki ustanobkalari ham, olib kelib o'rnatib berishlari ham o'z vaqtida olib kelib ustanobka qilib beriladi. Hali yetdi-indinida bo'lmaydi. Xudo xolasa iloji boricha aytilgan vaqtga olib kelib ustanobka qilib berishga harakat qilamiz aka. Xo'p, bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ustimizda ekranda nomerlar turibdi. Xizmatlar bo'lsa, aytib o'tganimdek, butun O'zbekiston bo'yicha kelishuv asosida xizmat ko'rsatishadi. Bog'lana olasizlar. Ako'z kanalda ko'rdik deb ustimizda xizmatlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Andijonlik birinchi qo'l ustalar. Usta, hozircha shularmi? Hozircha shular aka. Mana bu diodlarni gapirmabmiz. Svetlari ham bizdan bonus bo'lgan aka. O'zingizlar qo'yib berdinglar. O'zimiz olib kelib, o'zimiz ustanobka qilib yoqib berdik svetlarni ham. Juda ham chiroyli chiqibdi, mana do'stlar. Finalni ishlariga ham mana aylantirib yaxshi qilib ko'rib qo'yinglar. Juda bu ham o'zgacha bir mebelimizga ko'rk bag'ishlabdi. Sizga ham yoqqan bo'lsa, ustalarimiz mana shunaqa chiroyli qilib diod chiroqlardan tortib berishadi. Aytilgan, o'sha kelishilgan narxi ichida bonus bo'ladi. Bonus bo'ladi. Usta, rahmat.
Ishingizga baraka bersin. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Telefonga hushyorroq o'tirasiz. Xudo xolasa 24/7 aloqadamiz. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerga telefon qilsanglar, bog'lana olmasanglar, Telegramdan yoki SMS qilib yozinglar. Ustamiz qo'llar bo'sh ish bilan sizlarga aloqaga chiqarlar. Albatta, ish juda ham chiroyli chiqqan. Ustalari, xizmatlari uchun, mehnatlari uchun bir donadan like bosib qo'yinglar albatta. Instagramga ham kanal ochib qo'ydik aka. Xohlasa Instagramga kirib ishlarni ham ko'rish mumkin. Oila mebel deb yozsa, Instagramda ham kanal ochib qo'ydik. Qilgan ishlaringlar bo'ladi bu yerda. Xo'p bo'ladi. Rahmat usta. Salomat bo'ling, charchamang.